bomdoddan yonganda Li Shufu birinchi bo'lib tuproq beshig'i berib kelsakmikin, dedi. Top jamoat do'nglikdagi shahidlar qabristonligiga qarab mangdi. Li Shufu tavardan tashlangan nefis ko'rpi jovusining tashlarini tiziga besib o'ltirib, Taborik surasini ixlos bilan o'qishga boshladi. Bu uzun sura tugugicha hamma kishi boshlarini tuvan selib jim o'ltiradi. Bir xuyzu kishining Qur'on surasini Uyg'ur qorilaridek mundaq ravon o'qig'inini ular birinchi qaytim anglayotgan edi. Temir xalpimi? Ajab to'lg'an qor ekan, deb o'ylab o'ltiradi. Duodan keyin Li Shufu temir xalpidan hammasi jonda shahid bo'lganlarmi? Shundoq. Allah mag'firat qilsin. Hammasi qancha kishi? 52. Buning ichida 19 yoshli Rajibol rahmatlik baba. dedi temir xalpa. Ondan Rajibolining qandoq shahid qilinganligini so'zlab berdi. Astag'firullah. Shundoqmi qilgan bormi? Xayr. Allah o balimizga qiyomat kuni eng oxirgi martaba berar. dedi Li Shufu duoga qo'l ko'tarib. Hammaylar tang qo'l ko'tarishdi. Atiganlik choydan keyin sovg'a taqdim qilish boshlandi. Ho'ylining o'ttirsig'i yeyib tashlangan top gaslamalar, movut va chipar qutunlar, necha sanduq o'tik, masi kalaj, qand shakar, choy va bir qancha tag'or un guruchdan iborat bu sovg'atlar hammani digidek hayron qilib turganda Li Shufu temir xalpa boshliq cho'nglarni uyiga taklif qildi. Arqadalla uning mahramlari qizil tovar yepilgan patnuslarni ko'tarib kirdi. Li Shufu patnuslarni temir xalpa, qora bo'suq, eli palgan, Omonqul, Xo'janiyaz palgan va safar qullarning oldiga qo'yib ustini ochdi. Temir xalpining oldidagi patnusda 5, qolganlarida 3 dan yambu parqirab turadi. Az bo'lsa-mu, Yangjong janoblarining har qaysilariga avatgan sovg'isi ko'pga taliq qilurlar. Talarki narsalarning un guruchdan boshqasimi Jangjongning sovg'ati. Un guruchcho. Bu el yurtning ko'ngli, dedi Hasan bola hoji. Undoq bo'lsa, un guruchni olayli. Qolganlari joyiga qaytsin. Undoq qilsak bo'lmaydi, dedi Feng hoji Uyg'urcha so'zlab. Sulaymon podshohmi sovg'at oladi emasmi? Sovg'atni olmasa, Yangjongning ko'ngli og'riydi. Darvaqa, deb gapga aralashdi Uvays aqlam. Do'st oshnalarning sovg'a salomlarini qabul aylamaklik sunnatdir. Bu yaxshi xuluq fazilatlarning jumlasiga kirdi. Yangjong janoblarining vakili bo'lgan bu aziz mehmonimiz shuncha yiroqdan atlab, to'ga qo'g'lab kelganda dil azorliq bo'lib qolmag'ay. Aqlam axrim to'g'ri aytdi. O'zlar bu sovg'atlarni olmasalar, men Jangjong janoblarining oldiga qaysi yuzimni ko'tarib boraman. Shuningdan keyin qolgan elchilarmi salo qilishga kirishib ketdi. Temir xalpa birdam jim o'ltirgandan keyin amsa biz maslahatlashib ko'raylik, dedi va yiliqi yombularni boshqa sovg'atlar bilan qo'shib xazinaga akirib qo'yishni safar qulga topshirdi. Xo'janiyaz palgan temir xalpining sovg'atlarni elishga moyil bo'lganligini ko'rish bilan o'rnidan dast qo'pib uydan chiqib ketdi. Bu yigit kim bo'ladi? Taratiliq Xo'janiyaz palgan. Elqi Chendarining ko'ziga otgan er shumi? Itini anglagan. Elchilar bir kun mehmon bo'lishdi. Tog'ning kech kuzlik manzirisini tomosha qildi. Mahallalarni kezib, uylarga Fotiha o'qishdi. Yosh qiyri degudek nurg'un kishilar bilan paranglashdi. Qo'zg'olonchilarning botirliklarini ham maqtashdi. Biroq xuddi nasihatlashib olgandek hammasilar gap orasida qish kiryotidi. Hay to'ytigicha chillimi kirdi. Chilla arsida so'g'uq kun, qahri kelsa qattiq kun. Ilohim, bu qishdan omon-eson o'tishni nasib qilg'ay. Al omon, menmi omon deb ekan. Hammadan omonlik yaxshi. deganga o'xshash gaplarni qiladi. Atsi elchilar qaytdi. Faqat Li Shufu men xaltamga bir necha kun mehmon bo'lib ketaman deb birla mahrimi bilan qilib qoldi.
bu mahrammu puxracha kiyingan edi. Li Shufu ayrim uyga joylashib olgandan keyin tahorat elib o'ltirdi-da, "Mening o'zlarga akelgan yana bir sovg'itim bor" deb qo'ynidan yeshil tovarga yo'ygalgan bir narsani chiqardi. Bu qo'yin daftarida keladigan Qur'on edi. Temir xalta Qur'onni bismillah deb ikki qo'llab elib, lavlarni takkizdi va ko'ziga surtgandan keyin varaqlashga boshladi. Shundoq nafis, go'zal muqovvalangan va har bir batning cho'risiga nihoyatda ustalik bilan rangdor naqsh ishlangan Qur'on ediki, har qanday kishini o'ziga ixtiyorsiz jalb qiladi. Bu Qur'on Karimni Janjon janoblari bultur haramdan kelgan hojilardan so'ratqizib olib, o'zlariga sovg'at qildi, dedi Li Shufu. Ondan o'zining qo'yin daftaridan bir parcha qalin qog'ozni chiqarib, Janjon janoblari musulmonlarning Qur'oniga xanzuch xat yozilib qolmag'ay deb, bu minbarni ayrim avatdi. Minbar degani Yang Janjonning ism familiya va mansab nomlari besilgan otkirtga bo'lib, uning orqasiga "Bu Qur'on birodarim Tömürge hadiya" degan so'zlar yozilgan edi. "Bu Yang Janjonning o'z qalami" deb qo'shib qo'ydi Li Shufu kulib turib. Ondan "O'zlarga yozgan salom xatimi bor" deb cho'ng sirq lipopni uzatdi. Lipopga "Uyg'ur musulmonlaridan chiqqan Tömür Botirga" degan so'zlar cho'ng qilib yozilgan edi. Temir xalpa xatni diqqat bilan o'qib chiqqandan keyin, "Yang Janjon meni Urumchiga ochiqib nima qildi ekan? Cho'ng mansab emakchi, dorin qilmoqchi. Dorin qilgandimi, quruq o'stanga mirob emas, qo'lida cheriki bor, disi gipi o'tadigan, otsa o'qiydigan dorin qilmoqchi. Bu Xudoyimning o'zlariga bergini. Yo'q. Men el yurtimdan ayrı. Bizning Xudoyimiz bir, payg'ambarimiz bir, kahbimizmi bir. O'zlarining qarab turib bir falokatga uchrab qelishlariga hargiz chiday olmayman. Men Urumchidagi vaqtimda bu yerdagi hamma ahvollarni angladim. O'zlariga dastlab qo'l bergan Saypon to'xtidan kelgan vafo shunchalik bo'pti. Qolganlarning ko'nglida nima jin borligini Xudoyim biladi. Men elchi bo'lib kelishni Janjon janoblaridan o'zim so'radim. Maqsadim o'zlariga hamma gapni aytib, din qarindoshlik mehrini bildiray. Bir taqvodor qarindishimiz qarab turib falokatga uchqashmasin deb edim. Qolganlarning oldida hamma gapni aytqil bo'lmaydi deb ularni ketkizib etdim. Menga ishansizlar shu. Yaxtisilimi ixtiyorlari obdan xiyol qilib baqsizlar. Men bir necha kun turib turay. Bu gaplar Temir xalpini xiyolga selib qo'ydi. Li Shufu o'z sehrining uningga ta'sir qilganligini ko'rib, ich-ichidan xushal bo'ldi va shu kundan boshlab Temir xalpini o'ziga texmiram qilishga kirishdi. U har kuni yarim kechada qo'pib, astoydil holda tahorat oladi-da, namoz bomdotqicha sham yo'riqida Qur'on o'qiydi. Beshiga chiroyli salla o'rab, 5 vaqt namozning hammasida jamoat bilan masjidda bo'ladi. Xudolik uchun deb 10 parcha kiygiz setib olib, masjidning joy namozlarini yanglab chiqdi. Yosh mahrimini bir qitim namoz shamga kechikkani uchun jamoat oldida tanbehladi. Kunduzlari cho'ng kichik demay, hammaylar bilan do'stlarcha holmon qilishib, dardiga o'rtoqlashdi. Xalq Shamoq Usmondan ko'rgan zulmlarni aytganda, "Aynan 15i qorong'u, 15i yo'ruq deb, endi yo'ruqchilik ko'rsalar. 12 tog'ni o'zinglar so'raydigan qilamiz" deydi. Temir xalpining 1913-yili kirib, yer zamin qalin qor bilan qoplangan chilli kunlarida zimiston sovuqining choyondek chiqib turishiga qaramay, Li Shufu bo'ri tulki juvillariga mahkam o'ralgan elchilarni boshlab yana toqqa keldi. Elchilar mo'ri bilan isitilgan uyda o'pdan sho'rpilanib, hordiq elishib bo'lgandan keyin Yang Janjon nomidan Temir xalpiga kelgan telegrammani o'qishga boshladi. Telegramada Temir xalpiga Urumchida turishliq Uyg'ur musulmon 3-otliq batalyonning komandirlik mansibi va 200dan 500 gacha cherik saqlash huquqi berilganligi jakarlangan. Jumladan, Shamoq Usmonga qo'zg'olonchilarning talablarini qabul qilish haqida maxsus maktub avatganligi eskartilgan.
Li Shufu telegrammini o'qib bo'lish bilan hamma elchilar o'rinlaridan turib, Temir xalqini muborakladi. Ha, ko'rishdan xabar yo'q. Savzi dam yebdi deb, Janjon janoblari bak oldirib ketibdi. Men texi ko'nglimni to'xtatqinim yo'q. Bu gapni keyin qilishayli. Bo'pti. O'zlar nima desili shu? Shuningdan keyin suhbat boshlanib, Temir xalqa qo'zg'olonchilarning talablarini o'tirg'a qo'ydi. Her bir modda ustida talash-tortishlar bo'lib, oxir 3 kunlik suhbat natijasida mundaq kelishim hosil qilindi. Birinchi, o'tgan ishlar jumladan Yishinfuning o'limi surishti qilinmaydi. Ikkinchi, Temir chorva tuzumi bekor qilinib, Shamaqstvang molchilarga tegishli haq to'laydi. Uchinchi, dehqonlarning Shamaqstvang va uning begliklarga har oyda 7 kun olvan qildigan yasoq majburiyati 2 kunga o'zgartirildi. Yamullarning boshqa olvan sayislarimi azaytirildi. 4. 12 tog'ni qo'zg'olonchilar o'zi idora qiladi. O'zini qo'g'dashqa ma'lum sonda qoral qoldirilgandan tashqari qolgan qoral yaroqlarni hukumatga topshirdi. 5. Shahar va yezilarda qo'zg'olonchilar bilan aloqa bog'lagan deb Shamaqstvang tarafidan qamalgan 54 kishi darhol qo'yib berildi. 6. Hoshir Teji mansabdan qoldirilib, o'rniga boshqa Teji qo'yildi. 7. Mazkur kelishim Uyg'ur, Xanzu tillarida 3 nusxa putilib, biri Jangjong yamulida, biri Shamaqstvangda, biri Temir xalqida saqlanadi. Bu kelishimga Shamaqstvang bir taraf, Temir xalqi bir taraf bo'lib qo'l qo'yadigan bo'lishdi. Li Shufu Yang Jangjong nomidan, Bai Wenchao Qumul yerlik hukumat nomidan ikki tarafni yarashtiruvchilar sifatida, qolgan elchilar shahidlar sifatida qo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq qo'l qo'yadigan chaqda Temir xalqa avval Shamaqst qo'l qo'ysin, zindondagilarni bo'shatsin, Hoshir Tejini mansabdan qoldirsin, ondan men qo'l qo'yman deb turib oldi. Li Shufu bu shartga darhol rozilik bildirib, Shamaqst bilan Bayvinchauga xat yozdi va xatni kelishim nusxalariga qo'shib, o'zining mahrimi bilan Omonquldan shaharga mangdirdi. Ular 4 kundan keyin Shamaqst bilan Bayvinchauning tomg'illari besilgan kelishim qog'ozlarini, shuning bilan billa Shamaqstning maxsus maktubini elib qaytib keldi. Shamaqst o'z xatida zindondagilarni shartsiz bo'shatganligini, Hoshir Tejining o'rniga o'rdi beglardan Yusuf beg degan kishini tayji qilganligini jakarladi. Omonqul bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytdi. Shuningdan keyin Temir xalqa kelishimga qo'l qo'ydi. Andin Li Shufuning oldida 2 chegish tugun qolgan edi. Biri qurol yarog'ni qandoq qilib yig'ib olish. Ikkinchisi Temir xalqini Urumchiga chiqishga qandoq qilib o'rnatish. U ikkinchi tugun yeshilsa, birinchi tugun o'zligidan yeshilib ketadi deb o'ylaydi. Shuning uchun oqshimi Temir xalqi bilan yana paranglashga fursat tepib, Urumchiga chiqishning ahamiyatini uzundan uzun tushuntirgach mundaq deydi. Ikki qo'chqarning kallasi bir qozonga patmas degan gapni unutib qolmasizlar. Qumulda turadigan bo'lsalar, birinchidan Shamaqstvang bilan hech qachon obdan o'tolmaydilar. O qachali bo'lmasin, o'zlarini patqizmaydi. O'chilishdimi yanmaydi. Ikkinchidan, jig'i yondan, bola qarindoshdan deb qarbosga o'xshash odamlar o'zlarini tinch qo'yamdi. Ha? O'r kuni 12 tog'ni o'zinglar so'rsanglar, kim yurtbishi bo'lar deb uni gap silib qo'ysam, Temir akam bilan mancho deydi qarslar. Mundaq nimalarning arsida jonlarini qiynab yurgicha Urumchiga berib, 500 cherikning beshi Temirdarin bo'lib yurmamdilar. Niyoz Yingjiang, Nidarin, Hofiz Yingjiang, Odarin bo'lib yurmamdi. O'zlar degan ulardan 1000 ortiq. Keyincha mansablari teximi o'sidi. Mening maqsadim mansabdor bo'lish emas. 12 taqqa bosh bo'lib olishma emas. Men bir yog'ochchi. Mansabni qomlashtira olmayman. El yurt obdan o'sili bo'ldi. Heppalle. El yurt obdan o'ssin desizlar. O'tir qo'ldek erlardan net yuzining qo'liga miltiq tutqizib, Urumchida tursalar, teximi obdan bo'lmamdi. Qachonla bo'lsa, Yang Jangjongning yeniga kirib chiqa oladilar. Har qanday gap bo'lsa, u kishiga ayta oladilar.
Qo'mul xalqining beshini shu yerda turib, texmi obdan siliy olaydilar. Al yurtmi, Urumchida bizning otimiz bor deb, ko'ngli qornini to'xtata olaydi. Shunday emasmi? Men o'zlarga qiyomatlik do'st bo'lganligim uchun qo'rsqimdagi gapni bizami ilib qolmay hammani aytdim aka. Temir xalqini yana xiyol bosdi. U o'z odati bo'yicha so'l engikini tatilab birdan jim o'ltirdi-da. Hay. Bu Yang Jangjongning gaplariga ishongani bo'larmi? Yaxshi kunning yomonida gapidan yinivas qandoq qilguliq? Li Shufu Yang Jangjongning siz oxirgi ko'zrim bo'lasiz degan gapini yana bir aslab, temir xalqining belikidan tutgan beti. Menga ishonamdilar yo'qmi? O'zlariga ishonaman. Menga ishansizlar, azbirayi xudo. Yang Jangjong'ga ishansizlar. Men Qur'onni tutib beray. Temir xalqa Qur'on degan so'zni anglab, Li Shufuning ko'ziga tikilib qaradi, ondan Rostmi? Rostilla Qur'on tutib beralamdilar. Azbirayi, tahoratim bilan pok o'ltiribdiman. Hozirli tutib beray. Yo'q, jamoat shohid bo'lsin desizlar. Qur'onni ko'pchilikning oldida tutib beray. Amsa tong otsin. Atsi namoz bomdod o'qilib bo'lganda, birinchi safda o'ltirgan Li Shufu o'rnidan turib, masjid mihrobining yenidagi o'yiqda turgan cho'ng bir Qur'onni bismillah aytib qo'liga oldi va peshonasiga tekkizib bo'lib, ko'pchilikka mundaq xitob qildi. Jamoat, men hozir Allohning uyi bo'lgan bu masjid muborakda har qaysilariga noiti yo'chung bir gapni aytaman. Men Alloh taolani bir Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni Allohning bizga ibergan haq rasuli deb dilim bilan tasdiq va tilim bilan iqror qilib, mahshar kuni javob berguchi bandalikim bilan shuni aytay. Yang Jangjong janoblarining temir xaltamni Urumchiga chillishida qilchi yomon niyati yo'q. Hammasi el yurtning omonligi uchun. Bu gapim yolg'on bo'lsa, mana qo'limda turgan mushu ulug' Qur'on Karim meni ursin. Qiyomat kuni hammalarning qizil tirniqi peqirning yaqsida bo'lsin. So'ng hoji o'rnidan turib, Li Shufuning qo'lidan Qur'onni oldi va "Men qiri odam, 2 kunlik umrim qoldi. Lidorin hozir aytgan gapga shohid bo'laman. Men mo Qur'on tutib beray" deb qo'lidagi Qur'onni peshonasiga tekkizdi. "Men qumul mahkamai sharining aqlami bo'lganligim bilan qasamyat qilib aytamanki, lidorin janoblarining aytganlari batamoman haqdir. Men buningga imonim bilan shohid. Shohidlikim yolg'on bo'lsa, meni Qur'on ursin" dedi Uvays aqlam so'ng hojining qo'lidan Qur'onni elib. Qolgan elchilarmi o'rinlaridan turib haq deyishdi. Shuningdan keyin temir xalqa Urumchiga berishga rozi bo'ldi. Elchilar xushal-xuram qaytdi. Li Shufu yana qip qoldi. U temir xalqidan bir qadam ayrilmaslikka tirishib, xuddi soljidek yepishib oldi. Temir xalqining hamrohlari uning Urumchiga berishiga qo'shilmay, uni gap so'z bilan to'sishga harakat qildi. Biroq temir xalqining qo'liqiga gap kirmaydi. Shu arada Choparmanlar shahardan Li Shufuga telegramma elib chiqdi. Bu Yang Jangjongdan kelgan telegramma bo'lib, uningda temir xalqining Urumchiga chiqishga unuganligidan nihoyat xushal bo'lganligi aytilib kelib, "Do'stlik lazimni yerda qo'ymaganligiga ko'p tashakkur" deyilgan edi. Temir xalqa endi texmi xotirjam bo'lib, Li Shufu bilan goh o'g'i chiqib, goh mehmondorchilik o'ynab, chillining chiqib ketishini kutib turardi. Qora bo'siq bo'lsa, beshini ichiga tiqib olib, hech nima demay jim yurardi. Temir akamga o'zlarini gap qilsila bo'lmamdi. Li Shufuning oldam xalsiga tushib ketdim-mi nima? deb o'ylaydi u. Shu chaqda qaysi bir yili Gamaza Tunganning uyida ko'rishgan heliqi odamning biror oy burun aytgan gaplari yodiga keldi. Sayyid Tungchi o'rib bergan bu gapning mazmuni mundaq edi. "Siz Urumchiga xato kelib qoldingiz. Bizning kitoblarimizda yo'lvosni tog'dan ayirib tish degan gap bor. Yang Jangjong sizni tog'dan ayrilgan yo'lvos qilib qo'ydi. Siz tog'da tursingizlar, bular sizdan qo'rqatdi. Endi qo'rqmaydi. Yang Jangjong keyin yana qilg'uligini qiladi. Chunki u inqilobga qarshi xalqni yoqlaydi. Hozirmi Yuanshkayni qo'llab, Sunjongshan apandiga qarshi turyapmanda.
Ammo Yuanshgay cho'qim mag'lub bo'ldi. Jungo xalqi xalqdan bezar bo'lgan, yaqindala yana inqilob bo'ldi. Siz shungacha tog'da tirkishib tursangiz obdan bo'ladi. Temir xalta Urumchiga kelganda Haydar apandimi? Hay birodar, sizning dorim bo'lganligingizni tabriklashga tilim bormaydi. Sizni o'ziga bosh qilgan necha minglagan xalq to'pidan ayrilib, bu yerda turishingizning qanchalik foydasi bo'larkin? Biliq, daryo dengizda erkin uzalaydi emasmi? degan edi. Temir xalta u chaqlarda bu gaplarga ancha pisand qilmagan edi. Endi Omonqulning aytganlarini anglab, o'zini qo'yadigan yer topolmay qoldi. Shu kundan boshlab boylar bilan amaldorlarning uylaridagi bazmi mashrablarmi, Qambarnisa xonning do'tlarini chekib o'ltirib aytadigan sho'x naqshillari bilan qosh ko'zlarini suzib erkilishlari-mu uningga xush yoqmas bo'lib qoldi. U pat-patli gazarmaga berib, Yangjong avatgan harbiy ta'lim muallimlarining yigitlarga harbiy mashq o'rgatishlarini ko'rish bilan kun o'tkazatdi. Sizlarga qarshi qonliq jangga otlangan xalqning beshi bo'lib turibdi. Quruq va'da qasminglarga ishinib, Qur'onni sizlarga yondirib bergan. Oldinglarga o'z oyog'im bilan kelgan mendak hamoqatga bir emas, ming o'limni oldi qildi. Qani, jallodni chapsara qishqa. Mening siqinim hech bo'lmasa keyingilarga ochiq savob bo'lib qolar. Ammo bir tog' toshni qo'mirib o'tish bilan bug'do teg'ini qo'li tuvatkili bo'lmaganga o'xshash. Meni o'ldirib o'tish bilan ish tugamaydi. Butun bir xalqni qirib tashlash qo'linglardan kelmaydi. Yangjong bu gaplarni anglab oli seriq bo'lib ketdi. Ammo darhol yuziga kulgi yugurtib mundaq dedi. Sen kitobga yozib qo'ygidek gaplarni qilishni biladi ekansan. Botirliging bilan billah, aqlingga qoyilman. Ammo o'limingni mendan ko'ma, o'z kishilaringdan ko'p. Masalan, sening shaxsiy kotibing bo'lgan Said Tongchidan son kelgan vafo shunchalik bo'ldi. Men vafosizlikni yomon ko'raman. Tuzingni yeb, do'ltingni ko'rgan bu odam arzimas pulga sening beshingni bizga sotdi. Vaqtdan vaqt kelganda bizga xiyonat qilib, mening beshimni birovlarga setish cho'qib. Mundaq odamlardan hech kimga vafo kelmaydi. Shuning uchun avval uni jazolashim kerak. Shuningdan keyin Yangjong yenida turgan cherikka pichirladi. Cherik bir tal org'ancha akirdi. Yangjong yanglari yemirilgan hiliqi ishki cherikka qarab, qani azimatlar, belikinglarning kuchini bir sinab beqinglar. Hoy to'y degicha ishki cherik org'anchini Said Tongchining bo'yniga sirtmoq qilib soldi. Tizlanib o'ltirgan Said Tongchi o'likdek qaytib qolgan edi. Arg'amchining ishki uchi tangli tortilish bilan uning ko'zlari chajrab chiqdi-da, o'zi yerga dum yiqildi. Cheriklar ishning o'ligini so'ragandek uni bo'ynidan so'rab ochiqib ketdi. Temir xalpa bu nijosatdan yergangandek ta'tir qarab oldi. Endi Ko'tek horvi ustiga o'rnatilgan yog'och qafas ichiga bir ayol kishi o'ri turg'izib qo'yilgan edi. Uning beshi qafasdan chiqarib qo'yilgan bo'lib, chuvilib ketgan sochlari yuzining yermini to'sib turibdi. Bo'ynidagi zanjirning bir uchi qafas shodillari orasidan o'tkazilib, horvining sho'tisiga bog'lab qo'yilgan edi. Qafasning ichida usti beshi to'pig'i milangan ikki qizchaq dug'diyib o'ltirdi. Bular Temir xalpining bola chaqallari edi. Jul-jul bo'lib ketgan to'nining tashlarini po'tisiga qistirib olgan charsoqol Horbekash qo'lidagi tayoq bilan qora o'kizning beqinini pat-pat noqib qo'yadi. Harvining keynida usti beshini chang bosgan ikki cherik qilishlarini yalang'ashtagan holda tinsiz kelyotdi. Harvining oldida qayrilma qalpoq kiyib, qisqa chopon ustidan belini qora po'ti bilan bog'lab olgan o'rta jarchisi har 100 qadamda deydi. Men sizlarning Yangjong bilan Shamaqstonga sodiq bo'lish badaliga 12 tog'ni o'zinglar so'rashinglarga kepillik qilaman. Ammo Temirning ilib olganga o'xshash kishilari hayot turadigan bo'lsa, sizlarga tinchlik bo'lmaydi. Shu vajdan ilib olgan boshliq tövanda ismi yozilgan kishilarni darhol tutib kelinglar. Ondan shaharga mandiringlar. Temirning tuxumini qurtitish uchun uning erkak avlodidan
hech kimni tirik qoldirmanglar. Xotin qizlarni darhol shaharga avatib beringlar. Bu Yangjangjon janoblarining buyrug'i. Li Shufu bu xatni o'zining yiliqi yosh mahrimidan chiqarmoqchi bo'lib, uningga mushu ishlarning qanday o'rindalganligini o'z ko'zi bilan ko'rib kelishni topshirdi. Yosh mahram Wang ordusidan biror to'ngchining hamroh bo'lib chiqishini o'tindi. Shuningga binoan ordudan Qosim to'ngchi uningga hamroh bo'lib maqdi. Bu mahram Li Shufu bilan qo'rayda turgan mezgillarida Basitni yaxshi ko'rib qolgan edi. Basitni har ko'rganida Urumchida qolgan homildor ayolining Basitga o'xshash bir o'g'il tug'ib berishini Xudodan tilaydi. Bo'libmi, Basitning yiliqi bir tolchichi uning ko'ziga bakmi yaqinlik ko'rinadi. Mana endi shu kichikkina Basitmi cho'nglar qatorida ko'rib 1934-yil avgustning o'ttirlarida avtomobil bilan Oqsuvdan Urumchiga maqdi. Avtomobillar to'qsonda to'xtagan kuni Ansari Xo'janiyaz hojining yiniga kirib, "Xo'sh, hoji aka, o'zlar Xudoyimga omonat. Ha? Men bilan Urumchiga bilib olmamsan? Men yurtga ketib olay. Urumchini to'liq ko'rgan. Endi bormayman. Qo'y bu gapingni. Men bilan birga borsan. Yo'q, bormayman. Temir akamlarning qon aralash ko'z yoshlari bilan zaylashib yotgan qabrisini ko'rmaginim tuzuk." Xo'janiyaz hojining yuragi jigg'idi qilib ketdi. Uning kang qosqonliq harbiy shakkisi bilan texmi salobatli ko'ringan chiroyida tushuniksiz bir o'zgarish namoyon bo'ldi. U yoqsiga general-mayorlik oltin chan qadalgan Nosrang Nebis Sheris harbiy formasi ustidan bog'lab olgan yaltiroq tasma kamarni tutgan peti jim o'ltirib qoldi. Birdamlik jimjitlikdan keyin mundaq dedi: "Undaq bo'lmag'ur xiyollarni qilma. O, o'tib ketgan ishlar. Shunda ben bilan aramizda to'xtam tutilganligini bilasan-ku. Bu to'xtamga cho'ng bir davlat kepilib bo'lgan. Hoji aka, men Oqsuvdagi chig'imizda aytdim-ku. Bu to'xtam Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimdimi ulug'mi? Endi bo'ldi. O'zlar beriversilar. Men yurtimni tepib olay." Xo'janiyaz hoji yana ishchini tingshab qoldi. Shu arada konsul Afresov boshliq arboblari kirib, mashinalarning tayyor bo'lganligini aytdi. Ansari changto'zonlar ichida Urumchi tarafga ketayotgan mashinalarning orqasidan uzoqgacha qarab turdi. Atsala bir savdo karvoniga qo'shilib Qumulga ketdi. Aniq ma'lumotlarga qaraganda, u Idir degan tog'da 60-yillarning oxirigacha yashab olamdan o'tgan. 1937-yili kuzda Sovet ittifoqi hukumati Xo'janiyaz hojini ulug' Oktyabr inqilobining 20 yilligini tabriklash murosimiga qatnashishga taklif qildi. O chaqda temir xalqining suritinlamas, besib o'tgan izlarini abadiy ko'milmas qilib avlodlarga qoldirg'ili bo'ladi. Bu keyingilar uchun cho'nqir tarixiy saboq bo'ladi. Shundoq deb tasdiqladi Ahmadjon Qosimi. Ishga yondagi hamrohlarini mursidan mahkam quchoqlab. Tanglik, erkinlik va xalqi insoniy turmush yaratish yo'lida ko'rash qilgan xalq qahramonlarining izlari hech qachon ko'milmaydi. Bu ko'milmas izlarni bizga qoldirgan xalq